Hayot bu oddiygina kunlardan iborat emas. Bu bir martalik imkoniyat. Hech kim qayta tug'ilmaydi. Hech kim vaqtni orqaga qaytara olmaydi. Shuning uchun har kunni qadrlash, chiroyli yashash kerak. O'zing yoqtirgan mashg'ulot bilan shug'ullanish bu hayotni go'zallashtirish demakdir. Hayotning yana go'zallashishi bu muhabbat. Sevgan insoning bilan birga baxtli hayot qurish bu baxt. Dunyo kezish, dunyoni ko'z bilan emas, yurak bilan ko'rish. Pulni sayohat uchun sarflash bu erkinlik. Hayot bu sen yozadigan asar. Uni boshqalarga o'xshab emas, o'zingcha yoz. Bu hayot faqat sening tanlovingda. Undan ma'no yarat. Unda o'zing istagandek yasha.